相信人间还有真正一次次的恩怨纷争，已使我胸口满是伤痕。故作风中打转的沙滩，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？我不是自由的主人，我不做铁狱的见证。当泪滴轰然响起，惊醒了罪恶边缘的人。不做风中打转的沙尘，不要为了爱而牺牲。我自己不停地问，何时再打开那道心门？Ben seni yoklap geldim. Ahva. Ahvanın ahval kanıqırak. Sen mi köngül bildiken seni? Onun undaq turğundan eçkip taşlıversam ölgeni yaşken. Hey. Ben sana dep koyay. Ölgün kelse sen üzen öl. Oğlumni qağap neyim qılsan. Görünce bile akıl gideydem sen ya. Sen alvasını kasaptırdımışla bop qalğan. Emdi taqqan Ben qılğan sen. alvas dese yaxşı hemis meni kasaptım şundaq mı sen? Qımmadık turib öy kelse adam uruşdan başqını bilmesem. Şundaq bolmay Qadi ustadıl deysen. Ben qaşan ustadım. Sen muşdaqlı qısan menga ilgir kelmeysen. Ağzını yum. Bir qoymay. Bırakını. Bırak. Yaman bolsa Ulan, quşa sen alsa. gidin, gidin. Bırak. Acarat bana. Karılarını mısın? Kaçın. Kızlarını vitamin qılab жүрейді. Bilmesen. Aşkılan çıkır etmecmi? Sistra hanım, keçirin. Setiş kıldık. Apa, boldu kılın. Dada, apam bilen nemiş korusuz? Ben hiç nim demisem. İşiktin kirşimge sarang nimdek vaqıra atıdı. Adamın mışına qasdan urunsa. Boldu, gep kılman. Kıtağa, ben Yuanşo ağaç kelgen bileyli. Ben yemeymen. Elime xizmetleşimden anlaplı yugurip geldim. Bununla başka qana qısam buludu. Ahvanı davaltışqa pulu etmegen bolsam ken kaşke. Sen hemen qıp berip atsan, pulunu ivetip qoysanlı buldu eken de. Bu balını hoşundaq qılıp bizge Xudayım kösetdi. Apa. Kıtağa, doktor ahvanı yegileşen boğum yallığı eken, onun kesilini doğru bilen kontrol qilish mümkün, ama saqaytish mümkün emas deydi. Asla qandaq boğunu bu. Konunuzu yerim qılma, bir amal bop qala. Toğra, dengecem. Keşti sizni mıcık avar qıptıq. Aldığınızdı xijilmen. Ondaq deme. Abla, bugün akşam yeleğinin qışlı boldunuz mu? Undaq bolsa çatak boptu. Keşti öyge barmıgan bolsunuz. Xizmetdaşlar sizni qancha saqlap ketkendi? Dada, bir iş boğan mıtti? Bugün Lingjing'nin tuğulgan gün emas mı? Sen okumamsan. Lingjing? Hech qisi yo'q. Ularning ko'nglini at elib olsam bo'ladi emasmi? Ahvanning ishi muhim. Siz qizlarni ko'yganda bizni unutib qolgansiz emasmi? Bizni dekabr oqshom saqlatdingiz. Boshliq, oqshom rost jiddiy ishim chiqib qoldi. Hey, qiz do'stimga hamroh bo'ldim desangiz bo'lmadimi? Bana ko'rsatishcha. Men Sizlar deb beqinglar. Oqshomgi tug'ilgan kun ziyofatiga Umr Yulduzning kamligini bo'ldimi, bo'lmadi? Kechiringlar, sizlar mening gapimni anglab turinglar. Mening qasdan kamliginim yo'q, jiddiy ishim chiqib qoldi. Qiz do'stimning enisini jiddiy doktorxonaga oldirgan bo'lib qilib, uni bolnisga oldirib beraman deb, o'zimning tug'ilgan kunimni unutib qolibman. Xafamasizlar, men oldinglarga xijil. Boshliq, oqshomgi hisob emasmi? Hey, men qarang. Nimildi men ish qilib, siz bizni bekor saqlatgan ekan. Buning jazosi bor. Qandoq dedim ko'pchilik, ha? Atballi, siz bizni mehmon qilib, gunohingizni yumusingiz bo'lmaydi. Qandoq dedim ko'pchilik, ha? Sizni bir qiz izlab kelibdi. Bo'ladi. Hey, cimaqta. Temegen sizga qaşılık qildim, kechiring. Bu mening sizga sovg'atim.
Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kechiringlar. Tunegin sizlarni jiqsa qilibdiman. Sizlardan afv so'rayman. Qandaq afv so'raysiz? Qani ko'pchilik tug'ilgan kun naqsini aytayli. 1, 2, 3. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Ay, Jimfey, men sana çılan selip çay demlep kırdım. İçi ol. Ay, nima qilyotding? Hajab udiqib ketding, ha? Eşitme emas. Akila men ko'rib baqay. Hajab tiqishtirib ketding, ha? Qiz do'stingning rasmi o'xshamamdi, ha? Apa, yığınta uzun bo'ldi. Ajab bizni o'y kep bakmaydı o, ha? Uni ko'gin kelgan bo'lsa, o'zing boshlab kelsang bo'lmadimi? Men sizdek tunush bo'lmasa. U seningmi do'sting emasmi? Apa, Ha? apa. Deysan. Bana bir yordam qilsangizchi bo'landi. Yordam qilsam bo'ladi. Ammo sen menga uning heliq kun nimishqa gap qilmay ketganligini deb bilsang bo'lmaydi. Men nereden bilay? O'zing qamlashmagan gap qilib, tishiga tegib qo'ygansan haqqachon. Undaq emas, apa. O kuni o'zimizning parg'ini qilishgan tursak, men qanday qilib uni chiqib tegib qo'yayman? Uningga nimalarni deganding, dapaqa? Bosh gap qilmadim. Apamga yordam qilish uchun turmadagi zavodda nazoratchilik qilyapman dedim shu. Aran shuni dedingmi? Boshqa gapmi qilgansan haqqachon? O mendan uyadagi ishingiz ko'ngillikmikan deb so'ragandi. Men uningga apamni demasam, undaq yerga berib jafo tortib nim qilatdim dedim. Sen ajab bu gapni qilib qapsan, ha? Aslimiz shu-ku. Men qarasam turmadagi mahbuslar hozirla portlagan bombadek nihoyatda qo'rqinchli ekan. To'g'ri. Men uningdan jinoyatchining bolasimi jinoyatchi bo'lamdi deb so'rabdi maras. U shunga ochiq gap ketibdi ekanda. Men qaysi gapni xato qilibdiman? Sen xato gap qilmabsan, ammo jiq gap qilib yutibsan. Ay, bo'ldi qilayli. Chiyingni ich. Ahmoq. Nima gapni xato qilgan bo'g'aydi? Biri jidal chiqqan bo'g'ay qandaq bo'ldi? Turum boshliq uni necha kun sulaymiz deb o'tatdi. Tiq chiqqanmidimi qandaq? 15707 demsiz. U chiqili ne vaq? Ana o bizga gap qilmay yolg'iz ishlayotdi. O mendan xafa bo'lib qolganmidi? Sizningcha men unga shu kuni bo'lgan ishini tushuntirib qo'ysam qandaq bo'lar? O sizning ishingiz bo'lmasa, nima ansiraysiz? Ammo har holda ehtiyot qilganingiz yaxshi. O ochiq kelsa, sizga pichoq silish uchun yonmaydi juma. Hey, yu efendi, ig'ir ko'may bu birimmoqni qiqib pasingiz o'pdi ekan. Bolada chin tutamsa. Sizni avvar qildigan bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hey, bu ushliq atverk ekan. Yopiq yo'qmi? Yo'q. Buningda sal tas bo'g'idek. Mayli, men bir sinab baqay. Bo'lmaydi ki. Mana yapılığım var. Hey, nim qilmoqchisiz? Bana şildim. Rahmat. Kechiring. Men gapni qamlashtirmaydigan odam. Eliq kuni va qo'rq ketdingiz-ku deyman. Shundaqmi? Rost gapni qilsam oldingizda menmi bak xejil. Sizni turma boshlig'iga men deb qo'ygan. Hey, xatolik nima o'tkazgan tursam, siz nima xijil bo'lsiz? Hey, sizning chiroyingiz ajab tunishqu. Biz bir yer ko'rishganmi nima? Ha? Yo'q, andaq emasdi. Ne ko'rgan bu? Shu ishdan keyin mening burun degan gaplarimning to'g'ri ekanligini his qilgansan.
Mən əmdi işəndim. Cinayətçilərin həmmisi andaq əski bolayıverməydi ikən. Şuna xalq türmünü cəmiyyətin ixcham görünüşüdəydi ikən emasmı? Sen burun türmüdeki cinayetçilerini bək yaman görettin. Əmdi ular bilen davamlı uçuruşup duruvatsan. Ular kartta karşımda özgürüş oldu mu? Mən ularның tüzəlməyəcək dərəcədə yaman adam əməsligini əmdi tutdum. Ularını bana yaxşı muamele qılsın desen, sen mi ular yaxşı pozisiya tutuşun gerek. Sen ularını adam qatardı kömesen, ular mı sana yüz xatir qılmaydı. Aynı vaxtda bu satva nemi üçün dozaq düşüp xalqını qutqazdı. Çünkü o xalqını qutqazgılı bolduğanlıqqa çoğunqur işen çıqıqan. Siz berib adamı çam köydürgeç durun. Mən qiraat qılıdığan həzrətlərdən Nemi birini qılamız çağırıb avarı bulup, həzrətlər bugün bək aldıraş dursa. Şundaq mı? Bolu demise. Eli siz dadamı dua qığanda onun depaqsınız, bana bir yardım qısa. Nime? Yardım qısa? Sana nimege yardım qılıdı? Dadam aynı vaxtda sizni qanda qolğu düşəgənligini bana bir depresi boptu ikən, ha? Yaptı. Qara, ana. Yingtao, sizni bu yerda uçurtup qalamız deb o'ylamabdi ekanman. Shundaqmi? Yingtao, yeliq kuni siz tuyuqsizlik ketib qapsiz. O'g'lim sizga xato gap qilib qo'ygan o'xshamamdi. Onun deganlarining hammasi amaliyat. Tamaq yanglar. Çay akilaymi, qaynaq suvmi? Nima ichsiz? Choy ichay. Sizcho? Menmi choy ichay? Men asli dadamızning ishini jinfeygi demagan. Men ishini men u gaplarni u hargiz qasdan demagan. Sizga gapning ochiqini dey. Jinfey sizni bak yaxshi ko'rdi. Birli yeri onun ağzı işitdik gap sözgə diqqət qılmaydı. Əgər o xata gap qılıb qoyğan bolsa, hərgiz köңlüңizgə alma. Men onundan nimdep ağırnay. Ötkəndə biz maşında paranlaşqandan keyin mən sizdən yaxşı qız ikənliginizni uqdum. Siz ailənizdə köңülsüzlük bolsunmu, modellar sahəsində şunçalik şan-şərəf qazanıbsınız. Mən Jinfeynin siz bilan beriş keliş qilishini bək qüvvətləyəm. Biz sizni yaxşı görürüz. Hərgiz ailənizni ağ gök təpşirməyimiz. Texciyime oldurupsizlar. Kelə. Elə. Ben sizi oxşaş cəmiyyətdən aldırıb ketib atqanlarının bu satmaq işində qalğan faqat oylamapdı ikənmi? Men odamda xizmatim aldıraş, besimma eg'ir. Pat-pat dua tilovat qilib tursam, ko'nglim toq, xotirjam o'tir ekanman. Ruhiy besimdimi iniqlab qolgandek bo'lib qoldi ekanman. Ay, Yingtao, tamaqni yap bo'p, nag varsiz? Biz sizni opirib qo'yaylik. Bo'ldi, sizlar avar qilmay. Bizni nimancha yot ko'rsiz, ma'qulda. Shunda qilaylik. Voy, bilim burun xil inchiklik denim bo'g'ini bu. Menda o'riqni tushlarsiz ishchamsan. Bo'ladi, o'riqni turgan yemekliklarning tizimligini ag'ishini ko'rib boqay. Andaq bo'lsa sen loyihani boshlab kel. Men tanishib qolay. Çataq yo'q. Men tashlayotgandan keyin tanishib qolasan. Ay, qizlar, Lena pand qani? Kiyimlarni kelgan. Do'stingni ko'zga ilmayotgansan sen. U hozir chiqdi. Men kiyimlarni chiroyli yana. Qaranglar. Meni kiyimlar bo'ldi. Meni alaychi. Hey, nim qilyapsizlar? Hammani qulunlarga ayvopsizlar. Qo'yinglar. Hammani qo'yinglar. Akila akamay porlashtirib, nima bu? Kimligini bu? Masina. Beyli, masina. Sen kiyimlarga bu. Men bunda ham yer ochiq kiyimni kiymayman. Nima kiymayman? Men mani kiyman, mani. Bo'lmaydi. Buni Yingtao kiydi. Hemen o kiyvasa biz nima kiyimiz? Shundaqmi? Shu emas. Dağlı quslarlar hilgan kiyimning hammasini u kiysa qandoq degan Mana turmamda bir moch kiyimlar. Boshda ishidan tanlamamsizlar. Bus nima dey? Ya tikilishi, ya rangi yaxshi bo'lgan tashki. Shu. Ha,
Hammanglar tamning layligan kiyimini kiyginglar ba. Kiyasizlar tehi. Hammanglar chiroylikni kiysa deysizlar. O'zinglarning abdi qarab bakmay. Kiysin, kiymisa, akirib eting. Oldu efendi. Hey, hey. O üzmü köngül özünün nefsini to'xtatyapti. Shundaqmi? Oyun köz bolsunmu hemmenin aldıdı şunu çıkırdı. Kançilik bir nimetdi o. Naitdi aşı bir nimenin aşısığı. Hey, tam layligen kiyimini giymeyeceğim. Yolda giymeyin. Rahmet sizge. Yenge, bir damzalık kırıp oturup gitem sizge. Bo'ldi. Mashinaning ichi salqin ekan. Men turib turay. Ay, Jeffrey. Ingtoni akirib qo'yib chiq. Chaqqan bo'l. Bo'la. Men akirib qo'yay. Ma'qul. Yenge, xo'sh. Xo'sh. Akilib men olay. Rahmet. Aras. Bay apam bilan pichirlashib nima deyishdinglar? Deb baqsangiz men bir anglab baqsam bo'pti. Siz nima deyishgandingiz? Bir ishni to'g'riligini deyman. Bas, sizning o ishga qatnashdingiz bormi? Jimfi, men qarsam sizning o'yintirqingiz moda bo'lganga tasmas keldik. Sizmi qatnashib qolgansiz? Ha? Chaqchaq qilma. Bilamiz, men yaqinda bir modelning tarjimonini ko'rgan. Modellar asli chirik, ham tushkun haqqa. Nima dedingiz? Kechiring. Men xato gap qilib qo'ydim. Men sizni demadimmi? Sizning gapingizmi xato bo'lishi noto'g'ri. Ammo hammani bir tayoq tayitsangiz bo'lmaydi. Kechiring. Boya opingiz menga nimadan dedi bilamsiz? Nima dedi? U sizni ortiqchiligim, yetersizligim bor. Og'iz eshitdi, ko'ngli tiz, doim o'ylamay gap qilib qo'ydi deydi. Voy degandekchi. Opammi meni yuzimni qilmabdi-da. Men chiq arlarni ko'rdim. Ammo faqat sizlik hijilchan kelsiz. Xo'sh bo'p qolay. Meni shanxoq qilmasangiz. Modellar instituti demiş şu. Bu ishxona. Hay, yaxshimisiz? Mashq maktabini ko'rib boqamsiz. Bo'ladi. Bunday qilamiz. Şu. Qani kiyimiz. Bizning cho'ng xonim yana birisini almashtiribdi-da. Ha, şu emasmi? Haq yigit deganda kiyim almashtirgandek doim almashtirib turadi. Appa, xeli pakistirdi-ku. Ondan keyin men sen kiya bo'lmasa, ha? Men kiyam dema. Men nima qilaman? Men uni sana o'tin. Menga lozim yo'q. Men yengiz bosib kiyim. Ha, şu ahvalınga texi haqni doğrab yengizni kiymen davatamsan. Umuchingni ichibgan. Hay, nima yo'q gaplarni qilsizlar. Voy, seni demasak, sana nima daz ketdi? Shuni deyman. O'zingga o'zing ixlab olgandikin, bizga nima iloj? To'liq qalayimqa gap qilmanglar. Sen o'zingni tex paqchaqlavatamsan. Dadang hozirmi turmidi-ku sening? Noydi bir namunachi jinoyatchining qizisan. Yanta. Meni qo'yib yutinglar. Meni qo'yib yutinglar deyman. Ne bo'ldi? Nima bo'lishdinglar? Nima qilasizlar? Isak kutamoqchimisizlar? Ey, siz bu yerda nima ish qilasiz? Kechiring. Yingtao. Voy, texmishat ovoz chiqyapti-ku. Yingtao. Ro'yina. Yingtao qani? U ketdi. Nima? Ketdi? Nima ish bo'ldi? Sen bir nima debsan? Ajab vatvat qilib oldingmi? Men nima debdim? Hamma gapni Layli dedi. Sen mi tuzi gap qilsang bo'lmamda jinoyatchining qizi degichi. Nima? Sen nima qondaq deysan? Men qusqum ketgandikin dedim. Qasdan demedim. Xafa bo'lma deydab tursam, ketib qopti. Hapsini. Ya tuzuk ishlamasang, nat urishdigan ya bo'lsa, purapli yuraysan. Yo'qol. Apa, Yingtoni ko'rdingizmi? Yo'q. Yana xato gap qilib qo'yibsan. Yo'q, birisi uning ochig'ini keltirib qo'ydi. Ochig'ini keltirib qo'ydi. Nima dedi? Ular uni jinoyatchining qizi dedi. Qanda haq u. Jimfi, chaqqan bo'l, uni topaylik. Hay. Yingtao shumi nima? Yingtao. Chaqqan bo'l, mashinaga chiq.
u oldimizdiki. Yıta, astaydan, xatarlik. Başını tutun, başını tutun. Asta, astaydan. Yıta, o da kıma. Cemfe, burada. Abba, başını astra kaydan, çatak çık. Gerek yok. Yıta, yıta, toxta, başını tutun. Yıta, yıta. 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 Yıngtao, bir yeriniz ağrıdı mı? Ular məsxiri qilib sizga qasddan zarba beribdi. Andaq nimalarning gapini ko'nglingizga olib nima qilasiz, ha? Şunu deyme, bu sizin hatalığınız olmasa, haq neyim istememdi. Qo'sog'ingning og'riq bo'lmasa tavuz ishni qo'rqma debdi. Sizning fazilatingizni baribir haqiqat ayırıydı. Ammo mening dadam jinoyatchi. Buning o'zi po'latdek pok. Sizning beshingizga kelgan bu ishlar 20 yil burun mening beshimda o'tgan. U Jemfeyning dadasi tugab ketib uzun o'tmagan chog' edi. Men zavodni qo'limga olgandan keyin uni ro'noq topqizaman deb kech kunduz qattiq ishlagan. Mana endi mükçüyüp, mushundaq bo'lib qoldim. Men burun bundaq xotin emasdim. Bellerim inchga, shundaq zilva qizdim. Bana kalvanim ko'rsan. Shundaq bo'g'ashqa ba'zi odamlar oq-qorini farq etmay, kaynimdan gap tepib, bir kuni bo'lsa Li xo'jayin bilan ishbash tortishib yuriydi degan. Yana bir kuni qopib, Chin direktorning quchug'ida yetib tudavatgan. Hatto meni Jemfeyning dadasini zaharlab o'ldirib qo'ydi, tijoratni deb nomusini sotdi deganlar bo'lgan. Bu jahonda biz ayollarning kuni nima degan tas. U chog'larda bizga o'xshash tulxutun yetim o'g'illarga kimning ichi og'riydi deysiz. Agar men sizga o'xshash ichimga elib surgan bo'lsam, mavaqqa 10 jinim bo'lsa-mu tugashgan bo'lardim. Yenge, Yingtao, g'ayratli bo'ling. Biz ayollar ching turib, ashundaq odamlarga o'zimizning oson bo'zak bo'lmaydiganligimizni to'ntib qo'ymasak bo'lmaydi. Men bək düşkünkenmen. Birak qo'shinni boshlab dushman bilan ta etishsammi bo'lg'idek. dada, bundan keyin ahmoqona ish qilmoqchimi? Bir pocha rasm deb necha kun sulaqda yotganning foydasi. Mayli, kim mening qizimni bo'ziga yetirgan? Men uni etib tashlayman. Dada, siz Sen ansirma. U gadangashni boshqa kamarga yo'tkivyapti. Loyig'ing bilan qandaroq ketyapsan? dada, men Hay gap bo'z demamsa. sizdan bir ish to'g'riliq. Afv so'ramoqchi edim. Nima ish to'g'riliq? O'tganda men sizga bergan rasmdagi yigit asli mening loyiqim emasdi. Sen meni aldab tikansan-da. Dada, kechiring. Ammo men hozir uning bilan burunqidimi obdan o'tyapman. Biroq Nima? U seni dadingiz jinoyat chikan deb tashlab o'tgan-da? undaq emas, u undaq demaydi. Opsi, Ops qarshi o'tamda. yo'q. Meni o'g'li emas. Opsim bek yaxshi ko'rdi. Anda olsa yaxshi gapkan-ku. Ular rost. Undaq demamdikan. Opsi undaq deyish u yoqda tursin. Bizni obda itinglar deb rag'batlantiryapti. Unda olsa uning peshin ching tut. Mening umidimni yerda qo'yma. Bulamdi. O'tganda sen menga bergan rasmni heliq gadanga yirtibdi. Sen menga uning bilan yana bir parcha rasm tushib, evet, bergin. Bulamdi. Bo'ladi. Chataq yo'q. Keyingi qitim kelganimda o'zim og'ish kelay. Bu ikki parcha rasmni tex yaqinda tushgandim. Hali ulardan kirgizib beray. Bo'ladi, bo'ladi.
Yaxshimisiz efendi? O'rningdan tur. Qo'lingdagi nima u? Rasm. Qo'lingni ko'tar. Bo'ldi, kira. Bova, hijab qo'shqisiz. Qizingizni ko'rib kirdingizmi nima? Qizim yaqinda bir yigit bilan tanishibdi. O yigit unaqa pek obdan muomala qildi ekan. Ular nihoyatda obdan o'tib o'tibdi. O yaxshi uchrashgandan keyin men albatta xush bo'laman-da. Muborak bo'lsin. Turmadan baldiroq chiqsangiz vaqti kelganda to'yga bizni nima aytasiz? Deganingizdek bo'lsin. Ey yigit, siz mo xushbel, ah ko'ngil bola ekansiz. Men sizni pek yoqtirib qoldim. Yomon yeri qizim boshqa yerdan loyiq deb bo'pti. Bo'lmasa uni sizga tanishtirib qo'ygan ekanman. Bo'ldi. Tanishtirmasangiz bo'ladi. Nimishqa? Meni qizim chiroyliqchimi? Buni uqdim. Men yaqinda bir qiz bilan tanishgan. Rostni aytganda u menga pek obdan muomala qiladi. Yana siz yigit, siz mo muhabbat tutib qopgansizda. Men ki o'g'li qo'ptiman, siz mo loyiq deb bo'psizda. Bu kuspurish nima ish qilayotgandi? Hozirgacha hech qanday shap yo'q-a. Bir amal qilaman deb ekan qo'y. Og'zida deb qo'ygani bilan u nas kamis beka. Aka, bu oson ish emas. Buningga vaqt ketadi. Ya'ni kelib, bu butun dunyo cheklaydigan narsa. Beparvolik qilishga bo'lmaydi. Keyin ekanligini bilibdi-da, o'llata. O'zini hech kimga tan qilmaydi teki. Chaqa bo'linglar. Bo'l gap qilma. Bir amal bo'l. Alo, yana o'ltiribsan qo'y. Qo'ba. Ishingni qila. Nima qilishdiq sana? Tushdan keyin midirma ishlabdim men. Hamda damasam bo'lmam ekan. Odamni o'ltag'ilib qo'yma, haydaydi kelsa. Sen nima vaqt o'ltag'ilib? Qo'ba. Oyog'ing kelatan do'sina. Qo'ba. Manisha, men seni mehmon qilay. Oraq salomatlik ziyonlik ish feyli. Bir qo'yma jimo. Alo. Nega borsiz? Yana qish qilib o'tamsiz. Ajabkansiz-mi siz? Sepkamam dema. Nemi to'lisi ish u. Bu xotirda hamma seziqliq. Tiratxonaga atgan soat 10da bir bodingiz. 10 yerimda yana bir bodingiz. 11dan 15 minut o'tganda tamoq chiqdingiz. 12da yana tiratxonaga bodingiz. Sen aka. Bularni xotirlab nima qilasiz? Mening börak islim bor. Börak islim bor. Shundaqdan bo'lmaydi. Hey, xotiramni akiling. Aka, tiratxonaga borgan vaqtimni yezib qo'yay. Hey, akiling deyman. Mana. Hey! Qayshini, kalva. Aka, men bugun bir kun paylab yurib, anani uqdim. Nishon asli Atirgul mehmonxonasi ekan. Mehmonxonaning mashinasi soat 2dan 15 minut o'tganda menga soat 3larda Joniy turmasiga bordi ekan. Kir kiyimlarni tekshirgandan keyin ishiga kirib tushirdi ekan. Ondan yuyilgan kiyimlarni besib, yana mehmonxonaga qaytib keladi ekan. Anim bo'lsa, shu vaqtdan foydalanib, odam ko'maganda u narsani shu mashina bilan akirsak bo'ladi ekan qo'yamsa. Azroq pul qashlab sho'purning og'zini yog'lamdiq ya. Ajab kallang yo'q-jimo sening. Bu ishni amal bachchiq odamga uqtirmaslik kerak. Shu joqda biror shub qolsa, soqchilar kimning qilganini uqmaydi. Ras, shuna qolgandiki shopirni urib pulsizlantirib o'tib, mashinani o'zimiz elab kirib ketavermamdiq. Sen nimalar kallangni ishlatib baqsang nim bo'la? Turmada yatmayli desang, oldi bilan o'zingning bexatarligi kafolat qilishing kerak. Jim yotgan yilonni cho'chitib nim qilmoqchisan? Ras. Aka, ya'ni nima gap? Bugun mehmonxonaning oldi birisini ko'rdim. Kim u? Ko'taylunkan, u mehmonxonada xaridorlarning mashinasini to'xtatib berdi ekan. O shu ishni qilib yuribdimi?
Efendim, bana maşinanız. Rahmat. Çıkan. Bo'ldi. Hocam sen. Men to'xtatay. Ha. Aka, men. Beni korkutmak sen. Kandak. Neticeni aldın mı? Beni ümitsizlendiren gepler yoktu. 4 dərsdən ötənməbdi mən. Neyim kılının bu? Sen Seni aldap qoydum. Ötənmisəm qandaq boladı. Sən asallı aldın ekensən. Sen beni ahmak kılıçka kandak betinden. Ha? Hemen dersin ötkerliğin için boptu. Bir kıtım keçirip ötey. Ha? Ten terbiyede diman çıkıp gittin. Ha. Malum cismani cihette naçarda pis koyuptu o. Başkasının gini iz koydum ya. Yiyen tamıqın harekette senin. Uruklap, yağışta kokam sen. Yeysen, yeysen. Nimandak semirmeysen. Mən nim bilay. Sana dey. Aynı vakitte ben meşgul ettik katlaşkan. Sabahtaşların hemisi benim muş yerimde pek geves kılattı. Kara. Kısık iş. Bana okşaş bir palvandan sanılsı. Muşta uruk boz kadak buludu. Meh, hala. Aka. Muşta alay. Buladı. Oy. Aka, acep mert sen. Meni her qancha semirtken bolsama bir doda 2-4 asan qandaq buladı. Kim sana işkin hep verdiken? Birisini sen yeysen, birisini yeliği soğuk kılımen. Bunu teki onuğa sen apıp versen bulmaydı. Mondaqda. Yili açamga yaxşaq boldiga adam meni o'tirg'in emish qisib Bir olasan. koymaydı. Hey, keşke unutup kalmayı yapıp vercim o. Iqdim. Mehman geldi. Ben işimge baray. Sen kaytıp gel. Yolda dikkat kılcım o. Xo'shamsa. Hoş. Yaxshimsiz? Kechama turdingmi? Aka. Loshulu. Shu. Alın aytsin. Ma'qul. Alın. Vay kız, sana oşumamda. Hele çıraylı kız gencimi? Aka. Gepiniz bo'lsa, ma'ngdan. Onuğa çıkılma. Kim bunun çekileme depti? Xotirjam bo'l. Gapni ochiqini daveray. Meni nima izlab keldingiz? Alo. Sananın chiqimimi oz emas ekan. Uningga 2000 koyga skripka yepiribsan. Elitini mundaq qilib tursan, keyin dachi mashina pardisa qanday qilsan? Uningdan ko'ra qaytib berib, menga yordamlash. Rahmat sizga aka. Men o'zimning ishini o'zim bitirib qilaman. Happelli, Katelong. Men bu dunyoda ikki xil odamga qo'l qo'yman. Birisi qo'ldan ish keldigan, yana birisi pak irodalik bo'lsa bo'ldi. Katelong, sen pak irodalik odam. Sana o'xshash qamlashgan yigitlar asli direktor bo'lish kerak. Durust. Sen bu yerda xalqning chakarchiligini qildigan odam bo'lmasang, seni kim bo'ziga o'tadi degina. O'zim bir tutshay. Aka, siz meni rost gap qilishga qistamoqchimi? To'g'ri. Ular meni dastlabda taklif qilgandilar. Xalqning mashinasini to'xtatib bersan degan. Mening direktor bo'lishga qanday salohiyatım to'ssin? O'zingni andaq pes ko'ma. Bir obdan direktorlik ish turisi qilmasang, esit. Aka, mashinangizni to'xtatib qo'ydim. Ko'ngil bo'lganligingizga rahmat. Hey, sen bu yerda xalqning chakarchiligini qilib, topin haqqi bilan jon beqiyotgansan qachon? Bu sening bir oylik ish haqqingga teng pul. Sana in'om qilib o'tay. Qandaq? Az ko'ryotamsan? Ha? Mama ba. Jingang, bu kökkeynekni dazmollab qo'ya. Hali egiz kelmoqchi. Men qo'limni yuvib chiqay. Ha. Uqdim. Ko'ngilak. Hey. Hey.
Kechiring, men kiyimim nag'li kelgan. Sizni avar qildigan bo'ldim. Qizchaq, kiyimingizni olib turasiz. Sal turib turing, ha? Qizchaq! Qizchaq! Aha! Hey, qizchaq! Qizchaq! Ko'zingizni oching. Amma, chaqqan bo'ling. Amma! Jinga, nim bo'ldi? Bu qizchaq hushida ketibdi. Abla, ma ishni haqi nima deyman endi? Ha? Hey, qapqarang'i. Chiroq yondirmagan nemisi? Nimachi o'rindi bu? Shona, yigidek nasi bormi? Shona! Kuniga necha soat uxlaysan? Ha? Shona! Shona! Ha? Hey, Shona! Ne kirib olding? Qo'sig'im ajab ashti, ne ketgandi u? To'rt napir tagilib olsinmi? Bunda uzun qolmasdi. Hey, ulan. Mana buni mashinaning ostiga ya bo'lmasa ballonning ichiga chaplab qo'yinglar. Kichkina so'g'andan keyin hech kim ko'rmaydi. Aka, bu yaxshi shahar bo'ldi. Hozir kuzatilib ketgan. Uningga muxtiringlar. Ma'qul aka. Hey, kirma. To'xta. Qo'ytinglar. Nima qilyapsan? Kashug'anda meni izlab kelib qolsan-ku, shu amti. To'liq xursandlik qilma. Ayta, singlim nada? Singlim demsan? Sen uni nima qilmoqchi? O kalva. Bu 50-yil avumisa. Ha deganda ko'rib oldigan. U ish zamonda qoldi. Seningcha men Pangyuda shunday razil odam ekanman? Singlimni rostdan tutib ketdingmi? Men uni tutib nima qilaman? Bo'ladi. Pangyuda, sen aramzadlik qilma. Bu sening odamlaringning qilgan ishi. Eli tepib olsam, ustixonlaringni xoltiq og'da qilib o'taman. Sening singling qanchalik nimati? Unda so'y meni, men nima qilaman? Yaxshi. Unda bo'lsa deb uni xabarni kutaman. Agar tepilmay baxsun, qaytib kelib, sen bilan hisoblashaman. To'xta. Uni topolmasang meni izlamsan teqi. Singlingni birsi Yaponiyaga paychilikqa aldab olib ketdimi teqi. Qo'lingni tart. Birodarlarmi turibdi. Men bularni mangdiray. İstishmasmi ya, ha? Bo'ldi. O'zimizdayman. Alo. Mening ishigim sana menga uch yo'q. Ishing bo'lsa, meni yana izlaysan. Kataylingning singlisiga muncha olaqib ketishini o'ylamabdiqchimi? Shundayman. Boya odamni pek qo'rqitib etdingiz. Endi-chi qandaqroq beshingiz yana qiyotamdi? Yo'q, endi yaxshi bo'lib qoldim. Avval doktorxona ko'rsatib, ondan akab qo'ysam bo'pti ekan. Bo'ldi. Doktorga ko'rsatgandek ig'ir kasal bo'lmasam, yaqinda imtihonga tayyorlik qilaman deb charchab ketgan o'xshayman. Hozir o'ngishilib qoldim. Hay, o'ngishilib qoldingizmi? Diqqat qiling. Mening uyim ashu. Ha, asli mishar o'ltirgan sizda. Ammo men do'konaga kiyim yujdag'ili nima to'lib bor ekan debdi men tex sizni. Ashi liftdan chiqamsiz? Akilam, men alay. Sizni bek avar qilib etdim. Akilam, men chiqish kerak. Bo'ladi. Lift keldi. Amsa, uy kirib bir piyol choy ichib keting. Bo'ladi. Ha, sizniki bormi? Rahmat sizga. Ay, Shona. Ne ketding? Men sizni izimga yerim qolmadi. Saboqdoshlarimga telefon bersam kimidi deydi. Nega bording? Ensirab o'lay dedim, bilamsan? Aka, boya kirish do'konda beshim qiyib qilib tushibdiman. Meni bu yoqqa akab qo'ydi. Ha, Mening ismim Sujinga. men Alon, o'tiring. Bo'ladi. Sening salomatliging yaxshi emas. Doktor ko'rindingmi? Ko'rinmadim. Biroq birdan uxlamasam yaxshi bo'lib qolaman. Qarab bir obdan turmamdim. Rostmi? Hey? Ay, tek olib bermabsan-ku. O'pirib bermadim. Ay, seni. Aka, kechug'an nega borsa? Kun yangamdan telefon keldi. Aha, doktorxonaga kirib qopti. Buni olib bergach, uni yo'qlab kelay. Men muborakchi aka. Sanim bor. Mijozing bo'lmaganligiga yetib demal. Sojinga. Ha? Xapo bo'lmay singlimni qarab qo'ying-a. Bir chiqib ketmasin. Bo'ladi. Hey,
Ondaq desem, tat quşlap жүрmәңжі ма? Yo'q. Хан қыз, 4-нчі karavot nerede? Buruldu qayadiki ishik shu. Ben sizga yegizib qo'yay. Chaqqan bo'ling. Og'zingizni iching. Yana bir qo'shiq, yana bir qo'shiq. Linjin, mayakkab tortiyam. Bo'ladi, yeli yeg, Abdi choy iching, Qani, choy iching. Ay, kechiring, akalang menga bering. Kerak yo'q, hech nima bo'lmaydi. Xafa bo'lmang. Satish bo'ldi. Yo'qay. Mush vaqtchi mashq qilib o'tibsan-da. Birisini urmoqchimisan? Hey, Long akamning achchiq kep qolgan o'xshamamdi. Shuni deyman. Long aka, qapoq terakdak turib nima qilasan mashq qilib, Vaqtingni isrof qilmasang. Hey, Long aka, birisi ishingga taydimi nima? Hurda qila. Kashkish uraverdi ekansan. Nochi bo'lsang bizdagilar bilan tutishmoqlamsan. Akamga nari yarab ketgandi. Bizni oldimizda maqtab ketgandi. Sizlar nimang bor? Ko'zlaringning satligi odamni ichini elashtirib, o'zingni bir qavjaqlaydigan o'xshamamsan. Vullata.